Assalomu alaykum usta bolakaylar. Ashaddiy kuzatuvchilari, mana yerda kecha boshlaganmiz. Mana shu yerda ro'za Ramazon oyida yaxshi ishimiz chiqib qoldi. Usta bolaning ashaddiy kuzatuvchilari. Mana shu yerdan boshlaganmiz. Kecha otib qo'yganmiz shu xonani, ponni otib qo'yib ketib yuborganmiz. Bugun pardozi bo'ldi. Mana shu pardozi bo'lgan holat. Xullas, masjidlar suvab kecha mayr mullas mana shet xolos do'mpayib chiqib yotganida, shetda do'mpayib chiqqanimiz hisobiga tekisladik. Mana shu yegan bo'lsa bilmayman, 15 santimetrcha g'isht sinalarini tiqib yubordik. 15 santimetr yedi mana shu devorni ro'paradagi devorimiz. Qolgan devorlarimiz yuqi yeyapti. Bitta masjid xolos 15 santimetr yedi. Tepaga dolar yakada bahor keldi, issiq. Xudo xolasa issiq boshlandi. Xudo xolasa inshaalloh bu yog'i Xudo xolasa yaxshi o'tib ketadi. Hayotim sham yashasham deydi. Yaxshi yashash undan yaxshi deydi. Shu gaplarni chiroyli kontentlar chiqasizlar. Mana shu kanalimizda bo'lib turasizlar. Usta bola kanaliga xush kelibsizlar. Usta 14-13 deb islatamiz. Hammaga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa ishlarimiz yaxshi, sifatli, unumli.